Bu maskani xitoyliklar ko'plidan sir saqlashadi. Sababi bu maskani sizlar uy sharoitida qilganingizdan keyin har xil kremlarga hojat yo'q. Shunaqa yaltillab qoladi. Quyoshdan tushgan dola sepkiligi ham juda ham zo'r effekti. Bitta pomidor suvini siqamiz, 2 qoshiq guruch unidan solamiz, bitta idish shunaqa qora kofe va 2 qoshiq sut. Massa shunaqa quyuqroq bo'lishi kerak. Agar sizda quyuqroq bo'lmasa, massaga guruch undan qo'shsangiz bo'ladi va yuzingizga surib 20 minutdan keyin iliq suvda chayib tashlaysiz. Undan tashqari sizlarga karboksiterapiya haqida gapirmoqchiman. Bu Koreyaning mahsuloti. Yuzingizda agar dola bo'lsa, ajinlar bo'lsa, tug'ruqdan keyingi qolgan dolada mayda ajinladi, ko'z atrofidagi, yuz atrofidagi ajinladi va undan tashqari qora tochkalar va jirlar yig'ilib qolgan bo'lsa, yuzinglarni shunaqa tozalab, zo'r qilib tortib beradi va yosharishingizga ham yordam beradi. Undan tashqari ichida juda ham ko'p vitaminlari bor. Koreya mahsuloti bo'lib, maskasi ichida. Buni kosmetologlar juda ham ko'p foydalanishadi va bu narsani siz borib ko'p pulga qildirishingiz mumkin, lekin uy sharoitida siz o'zingiz arzonga bemalol qilsangiz bo'ladi. Hech qanaqa salbiy natijalari yo'q, bemalol uy sharoitida o'zingiz bajarsangiz bo'ladi. Kimga kerak bo'lsa, maska so'zini qoldirsanglar yozib, sizlarga to'liq ma'lumot beramiz.